Sizni tegishli idoraga chaqirishdi. O'zingiz bilan nimalarni olib bormasiz haqida bilarmidingiz? Birinchidan, hech qachon shaxsiy avtomobilingizda bormang. Ya'ni bu avtomobilingizni ichidan keyinchalik jinoyatga aloqasi bor narsalarni topib olishlari mumkin. Bu esa sizga qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli taksi yoki jamoat transportidan foydalanib boring. Ikkinchidan, o'zingiz bilan elektron tashuvchi jismlar, fleshka, notebook, shuningdek sensorli uyali aloqa vositalarini ham olib bormang. Bularda ham saqlanib qolgan har xil diniy ma'ruzalar va boshqa hujjatlar bo'lishi mumkin. U ham kelajakda jinoyat ishi qo'zg'atish uchun dalil hisoblanadi. Shu sababli siz oddiy knopkali nuqtali telefon apparatiga sim karta yoqtirib, yangi telefon apparati bilan boring. Bu esa eski telefon apparatingizdagi raqamingiz jinoyatga aloqasi bor yoki yo'qligini bilib olishingizga zamin yaratadi. Uchinchidan, siz hech qachon ishxonaga tegishli bo'lgan hujjatlar, aytaylik daftarlar, kirim-chiqim daftarlari, hisobotlar, shartnomalar yoki ko'p miqdorda pullarni ham olib bormang. Ushbu narsalar ham jinoyatga aloqasi bor bo'lib chiqishi mumkin. Agarda siz jinoiy javobgarlikka tortilmaslikni istasangiz, ushbu tavsiyalarimga rioya qilishni tavsiya beraman.